Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli kanalimiz muxlislari. Xo'sh, bugun shu gidroponikada tozalik qanchalik ahamiyatga ega. Shuni hozir men sizlarga nagladni ko'rsatmoqchiman. Hozir mana olib ko'rsataman. Mana. Bu o'sha keyingi partiya pishgan arpamiz. Hozir buni endi hayvonlarimizga to'rab berishimiz kerak bo'ladi. Undan oldin bir narsaga e'tibor qildirtirmoqchiman sizlarni. Mana bunisi qarang. Tep-tekis o'sgan. Ikkala arpa ham bitta qopdan olingan, bir vaqtda ekilgan arpa. Mana bunisini e'tibor qilsanglar, mana mamtidimda ochuv joyi bor. Mana mamtlar ochuv, mamtlari mana sarg'aygan. Mana e'tibor bersanglar, mana ochilib qolgan joylari bor. Mana mamti ochuv joy. Buni hozir o'sha tozalik nimaga kerak, qanchalik zarur, shuni sizlarga naglarni ko'rsataman. Bismillah. Mana bu toza arpa, ya'ni latoklari yuvilgandan keyin toza qilib solingan. Bunisi mana latoki yuvilmagan. Farqini ko'ryapsizlarmi? Mana. Mana shu nima deb o'ylaysizlar? Mana ko'ryapsizmi? Mamyolar unmay ham qolgan. Xo'p. Buni sababi mana shu ekkan arpamiz o'zi kir bo'ladi. Bu karmavoy arpa, ya'ni oddiy yemxonaga borib o'sha arpani olib, qo'yga, molga beriladigan arpani yoki bug'doyni olib, u tozalanmagan bo'ladi. Uni olib, yuvib, chayib, ivitib, mana shunday qilib ekilib solinadi. Uni nimaga yuvish kerak? Har bitta o'sha bug'doy yoki arpa bo'lsa, ustida nima bo'ladi? Kirlari bo'ladi, bakteriyalar bo'ladi, zamburug'lar bo'ladi. Shu zamburug'lar agar yaxshilab yuvib, tozalab, tozalikka e'tibor qilmasak, latoklarimizni yuvmasak, shu ekkanimizdan keyin shu infeksiya arpamizni ildiziga o'tib ketadi-da, mana jib-jigarrang bo'lib qolgan. Mana bu yoq o'smay ham qolgan. Jib-jigarrang bo'lib qoladi-da, bu chirishni boshlaydi. Mana bugun 6-kun. O'zi chirishni boshlagan. To'g'ri, buni bersa bo'ladi. Lekin nejelatilniy narsa deb bor. Misol uchun kurka tovuqlaringizga bersiz, qo'ylaringizga bersiz, bir ichini ketkizib yuborishi mumkindir. Boshqadir. Yoki kimdir sizga bir zakaz qilgan bo'lsa, sotib oladigan bo'lsa, shu menga gidroponika qilib bergi, senga palon puldan to'layman desa-da, zakaz qilgan kuniga kelsa, mana bunaqa ahvol bo'lsa. Bu uyatli holat. O'shaning uchun mana shu arpamizni tayyor bo'lgandan keyin shu 6-7-kuni olib, uni maydalab berganimizdan keyin mana bu latokka hozir ko'rsataman. Mana ko'ryapsizmi? Mana bunaqa jigarrang bo'lib qolgan. Mana. Ko'ryaptimi? Mana saru. No, sizlar sezamchi, sillu. Bilinib turibdi, hali silluligi bir qanaqadir shirasi bor-da. Mana shunaqa bo'lib qoladi. O'sha ustidagi kraxmallariga zamburug'lar o'sib ketib qoladi. Har bitta urug'ning ustida o'zi ma'lum bir miqdorda kraxmali qoladi. Shu ivitish, chayishdan maqsad shu kraxmalini, kirlari, bakteriya zamburug'ini ketkizish o'zi aslida. Xo'p. Endi buni har o'sha 7 kunda, mana 7 kundan keyin, olgandan keyin gidroponika tayyor bo'lgandan keyin mana buni olib yaxshilab yuvish kerak. Uni iliq suvda yuviladi. Buni yuvish qanaqa bo'ladi desa, mana oddiy bitta chelakga, oddiy mana bunaqa gel, oshxonani geli. Mana bu gelni reklamasi emas, oddiy gel mana, hamma biladigan gel. Mana gubka. Ozgina suv solib, gelni ozgina aralashtirib, mana shuni yaxshilab yuvish kerak. Yaxshilab yuvib, birpas keyin undan keyin iliq suv bilan chaygandan keyin o'sha haligi alitda dimlangan gidroponikamizni mana shu yerga yoyib eksak, mana shunaqa achib qolish holatlari bo'lmaydi. Atiylab sizlarga ko'rsatyapmanki, bu holat
Любой gidroponika qilgan odamda uchraydigan holat. Sal be'e'tiborroq bo'lsa, o'sha chayishlarni vaqtida qilmasak, suv sepishini vaqtida qilmasak, latoklarini, mana bunaqa idishlari, mana bunaqa bokslari, mana bokslarini vaqtida yuvib yutirmasu, bir haftada bir marta xatyabi. Ana o'shanda mana shunaqa holat bo'lmaydi. O'shuning uchun shunga e'tibor qilish kerak. Keyin albatta mana shu bunaqa temirlar aytganman, bir kraskalab, chiroyli qilib qo'yish kerak. Shu kelgan odam ham ko'rganda, bu juda ozoda ekan, akkuratniy ekan degan bir fikr bo'lish kerak. Keyin o'zimiz ham qilayotgan ishimizdan bir maza qilishimiz kerak. Nadimada qilib qo'ysak, biz bu narsani oldiga kelishni ham xohlamaymiz, qarashni ham xohlamaymiz. Umuman, misol uchun bolalarimizga ham bir yaxshi namuna bo'lmaymiz. Tak что, o'rtoqlar, mana shunga e'tibor qilamiz. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr. Keyingi gal Xudo xolasa, mana shu gidroponikani qaysi hayvonga qanchadan berish, qanchadan ko'paytirib borish, qanchalik biz shundan ekonomik bir yutuqqa erishishimiz mumkin, shuni aytib beraman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.